Rostini aytsam, bu uyimizni xonalarini sanab esimdan chiqarib qo'ydim necha xonaligini, lekin obzorni boshlab olaverdik. Sababi old sotuvga shunaqa chiroyli qilib puldan ayamasdan uy qurib qo'yishgan ekan. Shunaqa uyga ishqibozlar bu uyni ko'rishi bilan bir pasda egalini telefon nomeriga telefon qilib, savdo sotiqni boshlab o'tsa kerak. Oromgoh lokatsiya jihatdan juda ham yaxshi ko'cha. Xalq tilida aytganda Hokim ko'chada joylashgan. Bu tomonimiz kanalning oldidan kirib kelsangiz bo'ladi. Ikkinchi tomonimiz Sardoba Plus magazinning oldidan kelsangiz bo'ladi. Ikki tomon ham asfalt, ko'chalari keng. Umuman olganda premium lokatsiyada joylashgan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi bor bo'lgan mana shu uyimiz endilikda sotuvda. Uyimiz juda ham katta va hashamatli qilib qurilgan. Remontlarni o'zingiz dedingizday ta'mirlab olsangiz bo'laveradi. Darvozaxonadan kirishimizda bizni mana shunaqangi navesimizimiz hamda chap tomonda kattakon mehmonxonamiz kutib oladi. Mehmonlaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, yotib qolishadigan bo'lsa, o'zlarining oldiga alohida sanozilgan proyekt qilib ketishgan ekan. O'zi umuman olganda proyekt yaxshi bo'lgan. Navbatdagi qismimizda uy dahliz ko'rinishida ikki xona uydan foydalanilgan. Katta xona bo'lgani uchun bitta katta bolalar xonasi, ichkarisi yotoqxona, ichida sanozil bilan birgalikda proyekt qilingan ekan. Hovlimizda yozgi oshxonasi aynan mana shu joyga rejalashtirilgan, lekin e'tibor berib qo'yasiz, planirovkani o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu xonani oshxona qilib turib, keyingi xonani ovqatlanish xonasi qilib yuborsangiz ham bo'lardi. Olgan inson o'zi bilib o'zgartirib olishi mumkin. Keyingi qismimiz ko'rib turganingizdek bir tomoni 2 qavatli qilingan, patologlar baland qilib ishlangan tomonimizda bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, undan keyin er-xotin maza qilib dam olib o'tiradigan alohida o'ddiqni bitta xona qilib qo'yishdi. Ichida sanozildan proyekt qilingan, tepa tomonimizda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona qilingan ekan. O'zi umuman olganda uyimizni loyihasi bo'yicha keyingi so'nggi qismimizga ham tushuntirib o'taman. Bu tomondagi bitta umumiy hojatxonamiz va umumiy kotelniy xonamizni mana shu joyga joylashtirishgan. O'rtada kattakon yashil zona uchun joy qoldirilgan. Xohlasangiz fontan qilib olasangiz, basseyn qilishga ham yetarli joyimiz bor. Uyimiz to'liq pishiq ishda qurilgan, hamma joyiga panellarni bosilgan, qum suvoqlari ham to'liq bitgan, elektr montajgacha tayyorlab qo'yishgan ekan. Pastki podvalimizda bitta xonamiz, kattakon hol qismimiz va yana bir kichkinagina kotelniy xonamiz joylashtirishgan. U joyi o'ziga sanozil qilib olishingiz ham mumkin. Birinchi qavatimizga endi o'tamiz. Podvalimizga tashqaridan va ichkaridan alohida zina qoldirib ketishgan. Birinchi qavatimiz mana shu qismimizda ovqatlanib o'tirish uchun mo'ljallangan bitta xonamiz joylashtirishgan, oshxona sifatida foydalansa bo'laveradi. Navbatdagi xonamiz mana bu yerda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona hisoblanadi. Uni yonida, ya'ni ro'parasida ham yana bitta xonamiz joylashtirilgan. Buni bolalar xonasi uchun mo'ljal qilishgan menimcha. Yonida garderob qilish uchun alohida qismi ham bor va birinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy sanozilimiz ham mavjud. Mana shunaqangi mansard desak, mansard emas, ikkinchi qavatimizda joylashgan qismimiz ham bor. Bu yer xonalarga bo'lishingiz yoki o'zingiz uchun igrovой zona, boshqa narsa qilib foydalanishingiz ham mumkin. Bu tomonimizda cherdakka chiqib ketadigan alohida yo'limizni ham qoldirib ketilgan. Bu yerni ham xohlasangiz xona qilib yuborsangiz bo'ladi. Xonadonimizning hujjatlari joyida, narxi mana shuncha. Yana egalar bilan telefonlashib o'tib beradigan joyi ham bor. Egalarning telefon nomerini videoni pastda qoldirganman. Aloqaga chiqib ushbu hashamatli hovlimizni sotib olishingiz mumkin.